Assalomu alaykum hamyurtlar. Bugun aravamiz bitdi. O'tgan safargidan ko'ra baquvvatroq ishlab chiqardik. Hop, 14 bo'lam qo'ydik. Pistalari bilan tormoz sistemasi bor, ikkala tomonda ham ushlaydi tormozni. Hop, korpusini konteynerdan qildik. 100% konteynerdan, o'zidan bukilgan, o'tmakka. Hop. Sidinasi, zavodga sidina qo'yildi mana. Xo'sh. Tormozni mana. Ramasi, tayini ko'taring. Rama qoni to'qilgan, asosiy temiri mana bu 60 li truba, tagida 32 lik o'q bo'ldi. Profildan rama to'qildi. Shunaqa narsalar kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar, narxini kelishtirib beraveramiz. Yana kattaroq zakaz qilganlarga, kichikroq zakaz qilganlarga qilib beradi. Hammaga rahmat.